Assalomu alaykum. Davom etamiz yana ustunovkalarda. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni ham tamomlab, egalariga topshirib ham bo'ldik. Bugungi adresimiz Samarqand Toyloq shaharchasiga olib kelganmiz yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi mebel haqida qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Mebelimiz materialga keladigan bo'lsak, material 100% rossiyskiy laminatdan yasalgan. Rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Mebelni rangida 20 xildan ziyod tanlovlar bor. Endi boshlaydigan bo'lsak, termosi 1.30, balandligi 2 metr, mana bu tomonda 3 ta tortma, bitta eshikcha ustida. Mexanizmga keladigan bo'lsak, mexanizmlari sifatli davchik mexanizm o'zi tortib ketadiganida ishlatilgan. Mana bu ichki holat. Mana bu chetki qismlari PVH, 100% PVH dan bo'lgan, qo'shib ketmaydi, ochilmaydi. Oynalarga e'tibor bersak, oynani chetki qismlari chaqlangan, ya'ni farset bo'lgan. Xo'sh, aytib o'tganimizdek, mebelni 20 xildan ziyod tanlovlar bor rangida. Divanga keladigan bo'lsak, 210 ga 170, lekin mana bu razmer 180 ga 220. Sabab sal uzunroq qilib, klient qoshiga qarab yasalgan. Matrasga keladigan bo'lsak, matras 100 ortopedический matras bo'lgan, taglari ko'tariladigan holatda qilib yasalgan. Endi ba'zi bir holatlarda tagiga ko'tariladigan mexanizm yasalmaydi. Sabab bu ham 400 ming 500 ming atrofida turadi. O'sha 400 ming 500 ming pul chiqarib tashaladi. O'sha holatda yasab berilmaydi. Mana bunday holatda ochiladi, ichki holati. Mexanizmga e'tibor beradigan bo'lsak, mexanizm ancha katta, qimmatdan ishlatilgan, arzon kichkina mexanizm emas. E'tibor beramiz. Ichki holati mana bunday holatda. Matras aytib o'tganimizdek, $100 ortopedический matras bo'ladi. 3 yilgacha tanlov yo'q, 3 yilgacha garantiya bo'ladi. Shkafga keladigan bo'lsak, shkafning razmeri 270 ga, balandligi 217, yonbosh razmer 270 va balandligi 217. Endi kimdir nima deydi, uyim razmeriga tushsin desa ham mana bu o'rta bo'shliq, tepadagi bo'shliqni ham 100% to'liq qilib yasab bera olamiz. Mana bu tomonga bitta eshik, tepaga mayda eshikchalarni ham qo'yib bera olamiz razmeriga. Ichki holatiga keladigan bo'lsak, ichki holati mana bunday holatda. Mana bu tomon razmeri kaltaroq. Kiyimlar uchun mo'ljallangan, kostyum shim, kiyo tomon desa ham bo'ladi. Eshiklar aytib o'tganimizdek 100% mexanizmlari vakuumli qilib yasalgan. Ruchkasiga e'tibor beradigan bo'lsak, temir ruchka qo'yilgan, 1 metrlik katta ruchka. Oynasiga e'tibor beramiz. Oynada mana bunday farsit palaskalar tashlangan, chetki qismi charxlangan. Ichki holati tepada bitta sipchasi bor. Ichki holati o'rtasi polkali qilib yasalgan. Endi kimdir borki, mana bu ikki tomonga polka yasasaman, o'rtaga bir shirka qildiraman desa ham qilib beramiz. Siz mebelni ishlab chiqaruvchidan olgan bo'lasiz. Ichki holati klient xohishi, mebelni ham xohlagan razmerida bemalol yasasangiz bo'ladi. Mana bu tomon razmeri nisbatan uzunroq bo'lgan kiyimlar uchun. Mana bu polkasini olib qo'ysa bo'ladi. Uzun kiyim qo'ygan paytda polkani olib ishlatsa ham bo'ladi. Mana bu tomonda hozir ikki xil rangdan ochroq, mana bu fasad qismi ochroq, mana yonbosh qismi sal to'qrog'idan ishlatilgan. Aytib o'tganimizdek, rangida tanlov bor, 20 xildan ziyod. Xo'sh, mebelimiz 150 km aytilgan narx ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishgan holda bo'ladi. Sabab Qashqadaryo Surxondaryo tomonidan ham so'rashsa, narxiga, yo'lkirasiga qo'shiladi. Mebelni siz to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Zakaz uchun bemalol biz bilan bog'lanib aloqaga chiqishingiz mumkin. Telefon raqam 95 226 0404, to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olingan. Bundan tashqari sexning o'ziga ham borib, ko'rib, tanlab olsangiz bo'ladi.